Flick 3-mavsumi menimcha eng o'sha kuchga to'lgan tarkibga ega mana shu mavsum bo'lsa kerak va Barselona muxlislari o'zimman Flickni kuzatib yurganlar endi ham Chempionlar Ligasini talab qilish kerak. Hujumchi keladimi, kelmaydimi? Menimcha Davron aka o'sha boya aytganingizdek ikkinchi variant dedingiz, hujumchisiz. Shuncha mavsum Lewandowski bilan o'ynadi, bordi yarim finalgacha. Agar Barselona aytaylik Alvaresni olmaydigan bo'lsa va mana shu tarkib bilan davom ettiradigan bo'lsa, o'sha bir paytlar Pep qurgan Barselona. Yaqqol hujumchi yo'q, lekin jamoa ajoyib o'ynagan. Flick ham mana shuni qo'llanma sifatida ishlatishi mumkin. Asosiy muammo Barselonada baribir men hujumdan ko'ra himoya deb o'ylayman. Himoyani kuchaytirmaydigan bo'lsa, Yevropa, mana bu Davron akaning ortida turgan ba'zi bir klublarga qarshi o'yinlar juda qiyin o'tishi mumkin Chempionlar Ligasida. Lekin Flick 3-mavsum endi jiddiy o'sha talab qilsa bo'ladi yaxshiroq natijalarni. Yaxshiroq natija bu faqatgina Chempionlar Ligasi. Qolgan hammasini Shunda farq g'alaba qozon. kubokka erishish. Ha, shunaqa.